Opa, suv ichmayapsiz. Ajin juda ko'p. Yuzingiz чувствительный. Osilish ham ketyapti yuzingizda. Siz kollagen ichmaysizmi, opa? Kollagen ichaman. Anoda. Teringiz bo'shda. Kollagen. Teringiz juda bo'sh. Temirbozimda. Temirboz deysizmi? Kollagen kecha zakaz qildim, keyin o'zim boraman, to'xtanglar dedimda. Yaxshi qilibsiz, opa, lekin teringiz juda bo'sh. Bunichi bo'sh qopni ichiga narsa solmasangiz, uni ko'tarib qo'yish foydasi yo'q-da. Shunaqa narsa. Kremlar bilan ko'tara olmaysiz teringizni. Bilaman, kollagen yaxshi maslahat beraymi? Bitta kosmetologga borib ukol oling, opa. Men uncha-muncha odamga bu gap aytmayman, lekin sizga aytaman. Chunki teringizni osti bo'sh. Ukol oling borib. Lekin to'g'ri, masalan, yaxshi narsa emas, lekin hozir siz teringizni osti bo'shda, opa. Mana teringiz ostida hech narsa yo'q-da, uni to'g'ri to'ldirib berishga narsalar bor, kremlar bor. Ancha ko'proq mablag'ingiz ketadi. Kim kosmetolog? Undan ko'ra borib, teri ostiga vitaminlar, har xil o'sha kollagenli ukollar qilib, keyin ukreplash o'sha nima deydi, saqlab qoladigan kremlardan foydalansangiz yaxshiroq. Vitamin olishim mumkin-da, botoksni o'zim xohlamayman. Yo'q, botoks qiling demayapman mana. Vitamin. Botoks demayapman. Teringiz ostini to'ldiring deyapman. Kollagen bering, Yo'q, beraman. Ajinlaringizga nima bering? SPF'ni, lekin shunga intiq bo'ldim-da. Yo'q, o'zim hozir SPF beraman, yaxshi ko'z atrofingizga krem bering, bo'ldi. 2,5 millionlar. Agar pichim mayli oshsa maylicha unaqa ko'p oshib ketmas. Tushunarli. Kollagen qaysi biridan olmoqchi edingiz? Kollagen manularda zakaz 2 oyligidanmi, yarim oylik? Ha, buni yuzingiz quriydimi ko'p? Uncha quriganini sezmayman, chunki har doim manaqa narsalar ishlataman-ku. O'rtacha ekan. O'zi asli quruqda, lekin постоянно ishlatib yurganim yaxshi qildim holatni. Yoki uxlashdan oldin bittasini iching, yoki bo'lmasam ertalab agar shirinlik, hech qanaqangi kofelar ichmasangiz iching. Keyin kechqurun ichaman. Siviritka, ko'z krem, SPF. Qarang, hozir men ukol olishni uncha xohlamayapman-da. Ha, olmang bo'lmasam. Effekt beradimi? Effekt bersa kerak, shuncha narsa. Beradi. Kollagen ichyapman-ku. Ha, yo'q, kollagen. Endi yoshimga yarasha ham shuda, bunday kollagen oqsil. Kollagen birinchi organizmingizga ta'sir qiladi. Lishni qolgani nima yuzingizga? Men hozir ukol olmay turib, masalan, bu 2 oy bo'lsa, yana 2 oyda bo'lsa, bir 3-4 oy shunaqa ichsam-chi deyapman-da. Ukolni har 3 oyda qiling. Endi opa ajingiz ko'p tushib ketibdi-da, o'sha teringiz ichi bo'sh. O'sha uchun aytyapman. Qarang, yuzingizni yuving-da, toner ozgina kaftingizga olib, yuzingizga bosib chiqasiz, 3 marta bosib chiqasiz. Nima degani u? Oz-ozdan qo'l bilan. Agar bo'yangan bo'lsangiz, bittasini vatni diskga olib artib tashlang-da, keyin 2 marta kaftingizga olib bosib chiqing. Orqasidan siviritka solasiz, ertalab va kechqurunga siviritkangizga. Keyin ko'z atrofingizga ko'z krem. Qarang, mana bu kechqurunga xodingiz. Ertalabga turib nima qilasiz? Toner, siviritka, ko'z krem qilasiz, krem qilasiz. 5-10 minutdan keyin SPF surasiz. SPF ni ayamang opa, 2 ta barmoq to'ldirib suring. Xo'p, keyin surishda kremni bunaqasiga surmaysiz, bunaqasiga ko'tarib surasiz. Ajingiz borligi uchun.